Assalomu alaykum. Ko'pchilik mendan mana shunaqa knopka apparatda qanaqa qilib knopka qoqiladi, mana shu nasatkalari qanday ishlatiladi deb so'raganda, mana shu narsani bugun ko'rsatib bermoqchiman. Knopka apparatimizda nasatkalar bo'ladi. Har bitta mana bu o'rtacha kattalikdagi knopka nasatkalari. Mana shu narsalar. Knopka kichkinasiniki, nasatkalar kichkina bo'ladi. O'zi sotuvchilar o'zi sizlarga alohida qilib beradi u narsani. Keyin mana bu narsani, mana bu o'rtacha kattalikdagi nasatka mana bunga qo'yiladi. Mana bu nasatkaniki. Mana shu narsa ichiga qo'ysalaring o'zi mana joylashadi. Keyin mana bunaqa razmerdagi nasatka bo'ladi. Mana bunga esa mana bu narsa joylashtiriladi. Mana shunaqasiga qo'yib joylashtiriladi. Qaranglar, o'zi ichiga kirdi, mana tushib qolmaydi, o'zi mana ichida turadi. Bu shuniki bo'ladi. Endi mana bu razmerdagi nasatkamiz bor. Bu ichiga ozgina dumaloq kirgan. Bu mana bu knopkani qoqiydigan joyi nasatkasi. Bu ham mana shu dumaloq ichiga mana kiradi o'zi. Mana endi oxirgisi mana bu nasatkamiz qoldi. Bu uchi dumaloq mana shunday bo'lib chiqqan bo'ladi. Bu mana bu nasatkamiz uchun bo'ladi. Knopkamiz uchun. Mana o'zi ichiga joylashadi. Mana qaysidaligini уже ko'rib oldinglaring. Kichkina knopka olsalaring, kichkina knopkani mana shunday joylashtirib ko'rib, qaysi nasatkasi ekanligini bilsa bo'ladi. Bu juda ham oson. Endi bu narsani knopka apparatga qo'yib, qanday ishlatilib, qanday qoqilishini ko'rsatib beraman. Mana knopka apparatimiz. Mana bu o'zi katta dumaloq teshilgan tomoni mana bu nasatka pastga qo'yiladi. Bu narsa xohlasalaring atverka bilan, xohlasalaring qo'l bilan mana bu yerni qotirib qo'ysa bo'ladi. Endi buni tepa qismi bor. Mana bunaqa tepa qismi bo'ladi o'zi. Bu narsaga bu pastga mana bu narsa qotirilgandan keyin nasatka tepasiga mana bu nasatka qotiriladi. Qaranglar, e'tiborli bo'ling. Mana bu qotirilmaydi. Bunisi qotiriladi, katta razmerdagisi. Shu dumaloq joyga aylantirib joylashtiramiz. Hech qanday ortiqcha detal boshqa bizga kerak emas. Atverkalar, ambur, boshqa narsalar kerak emas. Mana qotirib oldim ikkalasini ham. Endi mana bu narsani pastga qo'yaman. Mana bu narsani tepasiga qo'yaman. Haligida ko'rsatganimdek qilib mana bu kirgiziladi o'zi, qaranglar. Mana ichiga kirdi. Endi hozir men sizlarga kusokka ko'rsataman. Kusokimizni olamiz. Endi sizlar ko'ylakka qilsalaring, men planka joy bo'lsa, uni mo'ljal qilib orasini necha santimetr qilyapsizlar? 5 santimetr qilyapsizlar, 6 santimetr qilyapsizlar. Haligi joylarini birinchi mer bilan chizib, keyin teshib olasizlarda. Mana shunday qilib teshib olinadi. Mana shu joyini teshib olib, keyin qo'yiladi. Mana shu qaranglar. Mana bu dumaloq ichidan chiqib turadi. Ozgina knopkani ozgina dumaloq joyi o'sha narsa chiqib turadi. Va keyin mana bu oxirida mana bu narsani to'g'rilab qo'yib, bitta ustidan qattiq bosamiz. Knopkamiz mana qotirildi. O'sha qotirilgan bo'lib chiqadi. Knopkani kimlardir knopkasi mana shu knopkani ham farqi bor. Arzoni bor, qimmati bor. Juda ba'zilariniki ozgina bossa ham qotiradi, ba'zilariki qattiqroq bosish kerak. O'shanga ham e'tiborli bo'linglar. Juda qattiq bosmanglar lekin. O'sha bilasizlar, o'zlaringiz sezinglar qanday bosilayotgan. Mana bu bir tomoni qoqildi. Endi biz mana bunaqasiga qilib yopamiz. Endi mana bu tomoniga bir-biriga yopishadigan tomonini bu tomonlarni yopishtirishimiz kerak. Ana endi nasatkalar almashtiramiz. Tepadagi nasatkani olamiz, pastdagini ham. Endi bularni chekkaga olib qo'yamiz, chunki biz bu tomonni qotirib bo'ldik. Bu tomoni bizda qotib bo'ldi. Endi mana bu katta tomoni, o'yilgan tomoni pastga qo'yiladi. Mana bunisi tepaga qo'yiladi. Qaranglar, chuqur o'yilgan, dumaloqcha o'yilgan tomoni, mana bu ozgina dumaloq chiqqan tomon bilan birga qo'yiladi. Ikkalasi doimo. Mana shu ikkita nasatkani joyini almashtirmasalaring, hammasini eslab qolish, qoqish oson. Buni ham qotiramiz. Endi ko'ylagimizda mana buni xohlasalar mana ichiga ham kirgizib olinglar. Mana bu ham ichiga haligini bizga ko'rsatganimdek qilinadi. Mana bu knopkani keyin olib kelib monetga biz qoqishimiz kerak, mana shunaqasiga qilib. Kimlardir yengga qoqadi. Mana teshib olganimizdan keyin qaranglar, knopka bunda ham mana chiqib turibdi. Buni ham endi asta bitta ustidan shunday bosamiz. Mana knopkamiz qotadi. Ko'rdinglaringmi? Endi buni mana o'tkazamiz. Bizda knopka mana qoqildi. Mana shunaqa qilib knopka qoqiladi. Qaranglar, sizlarda planka bo'la, hozir men oddiy qiyqimga ko'rsatyapman. O'zlaring endi ko'ylakda qayerga knopka qoqsalaring, shunga mo'ljallab qoqasizlar. Mana shunaqa nasatkalarini mana shunday qilib knopka bilan birgalikda ajratib olsa bo'ladi.